Buyrak kasal ayni vaqt juda ham ko'paydi yoshlarning ichida. Ko'pincha mana havo yaxshi bo'ldi, yoshlar borib morozinlikdan, xolodilnikdan 3 ta, 4 ta bir kunda energetik olib chiqyapti. Adrenalin, gorilla, boshqalarni. O'sha borib asosan buyrakka ta'sir qilyapti. Buyraklarda tosh paydo bo'lyapti. Buyraklari kelyapti, analiz topshiryapti, uzi qilyapti, buyraklari shishib ketgan. Ko'plarda tosh paydo bo'lyapti. Hammasi mana shu energetika orqasida. Ko'plari mana gaziron napitkalar, Coca-Cola, boshqa napitkalar ko'p ichadi. Mana morozinlikdan olib ichyapti. Bu mumkin emas. Ayni vaqt issiq sovuq qilish mumkin emas, chunki havo issiq borib asos morozinlikdan sovuq narsani ichadi, borib birinchi buyrakka ta'sir qiladi. Keyin asosda prostata beziga ham. Keyin bolalar mana havo yaxshi bo'ldi, uylanyapti, boshlangandi. O'zbekistonga, Tojikistonga ketib uylanyapti. Analizlarni bizga topshiryapti. Spermogrammasi 25, 20, 15 chiqyapti foizlari. Foizlari spermaning foiziga ham energetiklar juda ham ta'sir qiladi. Bepushtlikka kelib olib keladi. Mana shu uchun ahamiyat beringlar. Mana shu videoni maksimal kim ko'rayotgan bo'lsa, podelitsiya qilinglar, yoshlar ko'rsin, tanishlaringga jo'natinglar. Iltimos, energetik ichmanglar. Buyrak kasal juda ham havo mana issiq bo'lganga juda ham ko'paygan. Hammasi energetik orqasidan bo'lyapti. Mana shu uchun rahmat, sog' bo'linglar. Mana shu videoni podelitsiya qilinglar, ko'rsin bolalar.